Samarqandda posudalardan arzon emas, deyarli suv tekinga sotayotgan do'kon borligini bilardingiz? Do'kondagi narxlarni solishtirishingiz uchun boshqa joylarda 15 minggacha sotayotgan narsalar bu yerda 4 ming, 6 ming, 7 ming, 9 ming, 10 ming so'mgacha. Yanada arzon ekanligini bilishingiz uchun mana shunaqa laganchalar atigi 9100 so'mdan, shunday sal kattarog'i esa 15200 so'mdan. Shunaqa laganchalarni temirlisi esa 27 ming so'mdan boshlanar ekan. Finjonlar esa turiga qarab 15 ming so'mdan boshlanar ekan. Mana bunaqa 6 talik loshkalar esa atigi 18 ming so'mdan ekan. Meni eng hayratga solgan mana shu 120 talik salfetkalar esa atigi 8 ming so'mdan ekan. Mana shunaqa o'tkir pichoqlar esa atigi 13 ming so'mdan boshlanar ekan. Bayramlar ham yaqin. Agar sovg'a qidirib yurayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa ko'rinishi Dyson fenidan qolishmaydigan fenlar esa atigi 213 ming so'mdan. Undan tashqari Tefal dazmollarni deyarli 190 mingdan sotib olishingiz mumkin. Eng qizig'i, o'zi qimmat postalarni siz endi arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Do'kondagi barcha narsalarni ko'rsataman desam, hozir hammasini sotib olgingiz keladi. Shuning uchun gapning qisqa va lo'ndasi esa uy ro'zg'ori uchun barcha mahsulotlarni shu do'kondan arzon narxlardan topib olasiz. Bu do'konimizning manzili bu yer Pavarot, ko'pchilik biladi, mana bu Pedinstitut, u taraf konserva zavodidan ozgina pastda kelishda o'ng qo'lda joylashgan Home Shop. Yana to'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin.